Bitta odam bo'lgan ekan, shu shaytonni qo'lga olish uchun 40 yil harakat qilibdi-da. 40 yil harakat qilib, shu kunlardan bir kun shartta butilkani olibdi-da, ichini ochib, o'sha shaytonni qo'lga olibdi. Qopqog'ini bekitibdi. Xursand bo'lgan, sovuq ter chiqib ketgan onasi debdi, mana 40 yil mehnatim zoyi ketmadi. Shaytonni va nihoyat qo'lga oldim. Sen shunga qarab tur. Men boraman, bozorlik qilaman, bir osh qilasam, maza qilib osh yeymiz, chunki 40 yil mehnatim ketdi. Mehnatim zoyi ketmadi. Mana shaytonni qo'lga oldim. Eri chiqib ketishi bilan qiziquvchan xotin bunda qarab turibdi-da, shu qanaqa bo'lar ekan bu shayton. Qopqog'ini ochibdi-da, shayton chiqibdi-da, endi chiqqandan keyin katta bo'ladi. Chiqib xaxalab kulibdi, "Ahmoq xotin" debdi, "Ahmoq xotinsan. Ering 40 yil harakat qiluvdi. Sen 40 soniyalik qiziqishing tufayli meni shu